Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi sahih Bukhari namlı kitabıda gusle ve münasebetlik babda tüvende beşiğe 3 qıtım su quyish haqqida yoki beşiğe 3 qıtım su quygan kishi haqqida degan bir babni o'ttirib qo'yapti. Bu cho'qim endi tahoratga, g'usl tahoratga münasebetlik bab. Bu hamda 254-numurlik hadisni mushu babga dalil süptü de kepti. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bu hadiste bizge Abu Nuaym hadis sözlep bergen idi dedi. Fazl ibn Dukayn namıyla meşhur bolgan katta sahabe başta öttü. Nima katta İmam Bukhari'nin ustazi başta öttü. Bu kishi dedi bizge Zuhayr hadis sözlep bergen idi dep şundaq deydi. Bu kishi Zuhayr ibn Muaviye yoki Abu Haysime namıyla başta ötken. Biz bir necha qatim bu kishiniki tarjimali başta o'tdi bo'lgan. Bu kishi Abu Ishaq degan kishidan rivoyat qilyapti. Abu Ishaq Subay'i, ya'ni ismi Amr ibn Abdullah nomi bilan başta o'tgan bu kishining tarjimalimi. O'zi buyuk tabiin, Kufiniki o'z zamonidagi daniq ulemosi. Bo'lib hadis ilmidagi nihoyat mashhur buyuk bir ustoz. Hicriye 33-yili Osman ibn Affan'niki zamanısında tug'ilib, Muaviye ibn Abu Sufyan'niki zamanısında şu xilafet devirlerinde, Umayyalar devirlerinde Bizantiya bilan bo'lgan urushlarda ko'p töhfa ko'rsatgan şu urushlarga qatnashgan bir odam. O'zini uzun ömür ko'rib, oxirgi ömürde qori bo'lib qolgan. Undan boshqa ro'zni ko'p tutadigan, her oydaki 3 gün rozunu, Düşenbe Peşembe'nin rozunu taşlamaydigan büyük abid. Hicriye 127-yil ölüp ketken. Bu kishi mesela Muaviye ibn Abu Sufyan, Adi ibn Hatim Ta'i deymiz, Abdullah ibn Abbas, Bara ibn Azib qatarliq nurg'un sahabalardan rivoyat qilgan. Bek ko'p bu kishining uchrashgan sahabe bu kishi bilan yomon ko'p. Bu kishidanmi ko'p kishilar rivoyat qilgan. Muhammed ibn Sirin, İbn Şahab az-Zuhri deymiz. Süleyman ibn Mihran el-A'meş degan muhaddis deymiz. Qatarliq eng mashhurlari. Bu kishiniki mushu 300 dan ortiq ustozi bo'lgan, lekin buning ichida 38 dona sahabe ustozi bu kishiniki. Shunashqa hadis ulemalari baho bergan vaqtida jumladan Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, İmam Nesai qatarliq dаңliq oldin qatardagi hadis ulemalari bu kishining ishonchlik degan baholarni bergan. Hatta İmam Zahabi rahmetullahi alayhi bu kishiga baho bergan vaqtida o'zi ulamalarning ichida amal qiladigan ulama, tabiinlarning eng kattasi degan nomni bergan. O'zi undan boshqa bir ilimni davomli izlab turadigan, o'qib turadigan, o'rganib turadigan, tirishchan, o'zining hurmatini aytib, cho'ng bir odam degan. Hatta bir qism ulamolar, bo'lib Ali ibn Madini degan muhaddis bu kishiga baho bergan vaqtida shu islom ummatining ilmini ummatda 6 nafar odam saqlab qolgan deydi, yetkizgan. Kufiliklarga nisbatan Abu Ishaq qadirqmish kishi shu. A'mesh Süleyman ibn Mihran degan kishi, mesela shagirdi bu odamniki. Kufiliklar uchun ilmni mushuda saqlagan. Basirliklarga nisbatan Qatada Yahya ibn Abi Kusayr yoki Abi Kasir. Madinliklarga nisbatan İmam Zuhri rahmetullahi alayh, Muhammed ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri. Mushuda ilmni saqlagan, saqlab bergan degan bu nihoyat yetuk bahoni bergan bu yerda. Hem de bu allame deydi, bana Süleyman ibn Surd hadis sözlep bergen idi deydi. Biz bir neçe qatim dedik bo'g'ay, agar bizga hadis sözlep berdi deb kelsa, bu bir neçe odam borligini bildirdi. Ya'ni bir qancha shogirdlar birga anglaganligini bildirdi. Ammo menga degan bo'lsa, bu shu odamniki xos qo'lida bu jihatda. Endi bu Süleyman ibn Surad bu kishiniki Abu Ishaq Subay'ning ustozi. Bu büyük sahabe. Araplarning Xuza qabilasi degan Makkadan haramdan chiqib ketgandan keyin Madinaga kelgan yo'lning bo'yida atroflarida makallashgan bir qabila bu. Ayni vaqtida Qurayshlar bilan bular nurg'un qatim urush qilgan, qonliq to'qnashlar va bunlar cho'ng
bir qabilaninki biramdi. Peygamber sallallohu alayhi vasallamning qo'lida Madina musulmon bo'lgan bu odam ismi yasarkan sol, chap degan bo'ladi. Musulmon bo'lgan vaqtida payg'ambarimiz buni Sulaymon deb atagan bu kishini. Keyingi mezgilda Iroq musulmonlarning qo'liga o'tgandan keyin bu odam Kufada maqollashib, Kufada yashagan, Ali ibn Abu Talib bilan nurg'un birga urushlarga qatnashgan bu kishi. Bu kishi hamda keyingi mezgilda o'zi shahid qilingan. Hijriya 65-yili Ubaydulloh ibn Ziyod deydigan payg'ambarimizniki navrisini o'tdagan bir Husayn ibn Ali degan kishini o'tdagan bir doniq zolim bor tarixdagi. Hajjajninki askari. Mana mush kishiningki qo'lida Aynul Verda deydigan bir urush bo'lgan. Shu urushda bu kishi o'ldirilgan, shahid qilingan. Bu kishiningki hayotini biz shunday bir varaqlab chiqsak, azaldan bir xil inqilobiy ruh bor. Azaldan bu odamda bir xil jangovarlik, haqiqatni yoqlaydigan, haq uchun hamma narsani voz kechadigan bir kuchli bir ruhi va bir sahoba bu. Endi bu sahoba deydi, menga Jubayr ibn Mut'im hadis so'zlab bergan edi deydi. Undaqda bu hadisni sahobadan anglab boshqalarga yetkazib atadi. Endi Jubayr ibn Mut'im kim o? Degan vaqtida bu kishi o'zi shu Quraysh qabilasidan o'zi shu Makka fathisi bo'lgan yilnisi, ya'ni Hijriyaning 8-yillar atrofida o'zi musulmon bo'lgan buyuk sahoba. O'zi Qurayshlar ichida e'tiborli kishilar. Nimishqa degan vaqtida bu kishi shu Badr urushidan keyin Badrdagi musulmonlarning qo'liga tushgan asirlarni qutqizish uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzuriga kelgan vaqtida bu kishiga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yaxshi bir yiqimliq gapni degan. Agar dadang hayot to'lab mening qishimga kelgan bo'lsa, shu Badr g'azotida biz asirga olganlarning hammasini biz dadangning haq hurmati uchun biz qo'yib beratdik, shafaat qilatdik degan. Nimishqa Jubayr ibn Mut'imninki dadasi Mut'im ibn Adi degan kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam muhosiraga ilingan vaqtida hem shundaqla Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Toyibga chiqib qaytib chigan vaqtida Makkaliklar Qurayshliklardan qo'g'digan odam bu. Payg'ambarimizni o'zing boshpanoyiga olgan büyük bir kishi. Bu Jubayr ibn Mut'imning dadasi Mut'im ibn Adi degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu odamniki bir vafo qilish uchun nima deymiz? Va popqas jo'da bir xil umidlik gaplarni qilgan. Demak bu Jubayr ibn Mut'im dadasi jihatdan elib ketgan vaqtida nihoyatda vafodor, o'zini e'tiborli, hurmatli shaxslarniki biri. Hatto shunga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka fathi bo'lgan vaqtida o'sha to'taylarning Qurayshlardan bularning islom musulmon bo'lib qolishini orzu qilma degan. Birisi Hakim ibn Hizam, birisi Jubayr ibn Mut'im, birisi Attab ibn Usayd, biri Suhayl ibn Amr degan kishi. Bu kishimi Hijriyaning 57-yillar atrofida o'lib ketgan buyuk sahoba. Endi bu kishi deydi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq degan edi. Ammo men bo'lsam beshimga 3 qatim suv quyma yoki beshimdan 3 qatim suv mang'izma deb shu ikki qo'li bilan shunday ishorat qilgan deydi. Ya'ni suv quygan holatni bunday ishorat qilib ko'rsatgan edi deb bu rivoyatni bergan. Endi Jubayr ibn Mut'imniki siyosiy jihatdan qo'shgan tuhfasi zo'r. Lekin bizga bak chaqnaydigan tarafi yana bu odamning ilmiy jihatdan qo'shgan tuhfasimi nayt yuqori deyishki bo'ldi. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki eg'izdan rivoyat qilgan 60 dona hadisni ummatga qoldirib ketgan odam bu. Aslida bu hadisniki bunda deyilishniki sababi sahobalar talash-tartib qilganki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qanday juyindigan bo'g'idi degan vaqtida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bularning talash-tartib qilganligini bilib, men mushtaq juyinima deb Payg'ambarimiz qo'li bilan ishorat qilib ko'rsatgan. Ya'ni ikki changalni ching tutib turib, suvni aytasdan shunday ilib, uchumlab, yo'g'a uchumlab ilib, 3 qatim beshimga mushtaq quyma degan ekan. Buna juğan vaqtida ikki qo'l bilan har qatim olgan vaqtida bir qatim bosh, badan hamma yani bir ulab, ikkinchi qatim yana bir uchumlab ilib, mana shunda biraqlama shu uchumlab keyin-keyindan arqma-arq qilmaydi buni. Endi 255-numurli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Muhammad ibn Bashar degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi Bundar yoki Bandar nomi bilan boshda o'tdi.
Bu kişiye de bizge Gundar hadis so'zlab bergan edi deydi. Gundarning ismi Muhammad ibn Ja'far al-Basri. Bu kishi Shobat ibn Hajjaj degan muhaddisninki onasining eri, ya'ni o'gay dadasi bo'ladi. Boshda o'tgan daniq muhaddis. Bu kishi deydi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi deydi. Shu'ba Mihval ibn Rashid degan kishidir. Bu kishi Mihval ibn Rashid an-Nahdi nomi bilan mashhur bo'lgan ko'pchilik daniq muhaddis. Ulamolar bu kishiga ishonchli inshaalloh degan baholarni bergan. Bu kishi Muhammad ibn Alidan rivoyat qiladi. Muhammad ibn Ali bosh tarjimali o'tgan Abu Ja'far Muhammad ibn Baqir degan daniq payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning jamoatidan bo'lgan daniq muhaddis. Bu kishi Jabir ibn Abdullah degan sahobadan rivoyat qilyapti. Bu kishi deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam beshiga 3 qatim suv quyatdi deydi. Undaqda bu hadismi yuqorqi hadis bilan o'xshash ma'no jihatdan, hamma jihatdan. Hamda 256 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga Abu Nuaym hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishimi biz boshda deb o'tgan Fazl ibn Dukayn degan Imom Buxoriyning ustozi. Bu kishi deydi bizga Ma'mar ibn Yahya ibn Sam degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaqdaydi. Bu kishining tarjimalimi boshda o'tdi bo'g'ay. Bu kishi deydi menga Abu Ja'far hadis so'zlab bergan edi deydi. Abu Ja'far bayatınqi Muhammad al-Baqir degan kishi. Bu kishi deydi menga Jabir ibn Abdullah mundaq degan edi deydi. Bu hadisda Jabir ibn Abdullah degan sahoba Abu Ja'far al-Baqirga da'vat etdi Muhammad al-Baqirga. Menga mening qishimga tag'aning o'g'li keptikan deydi. Bu tag'asining o'g'li Hasan ibn Muhammad ibn Hanafiya degan kishi shu. Hazrat Fatima radhiyallohu anha o'lib ketgandan keyin Ali ibn Abu Talib mushadirqi Riyoz Najdki bu Bani Hanifi jamoatidan bir ayolni olgan, shu ayol o'ylangan. Shunlashqa bu adam Fatima radhiyallohu anhaning bolalaridan farqlantirish uchun bu kishini Muhammad ibn Ali deyishdan bekrak Muhammad ibn Hanafi deb nomi bekrak taralgan. Ya'ni Hanafi xotinning bolasi degan bo'ladi. Abu Ja'farning dadasining ismi Aliyul Baqir degan kishi shu. Ali. Ya'ni Ali ibn Husayn ibn Ali degan bo'ladi-da bu kishi. Ammo bu kishi Fatima radhiyallohu anha tutuşudu Hüseyin cemaatidan. Endi bu Ali ibn Husaynning tog'isi Muhammad ibn Hanafi xotindan bo'lgan Ali ibn Abu Talibninki bolasi. O ya'ni ona boshqa dadi bir tog'isi bo'ladi-da undaqda. Bu ham deb turibdi bu yerda. Hasan ibn Muhammad ibn Hanafini maqsad qilib tog'aning bolasi qashimga kelibgan deydi Jabir ibn Abdullah. Bu so'rabdi. Junublikdan qanday yuyinsak bo'ladi deganda men mundaq javob berdim deydi Jabir ibn Abdullah. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 3 olqon, 3 jangal suvni elib beshiga quyatdi, ondan keyin yana qolgan badallariga quyatdi deydi. Avval beshiga quyib yuvib, ondan badallariga quyatdi deydi. Menga Hasan mundaq dedi Muhammad ibn Hanafining o'g'li. Mening bek chichimjiq odam desam debdi, men mundaq javob berdim dedi Jabir ibn Abdullah. Payg'ambar sallallohu chichi degan seninkidimi chichi bek jiqdi dedi. Chunki bu kishilar Payg'ambar sallallohu ko'rmaganda hamda. Demak bugungi hadisga umum mazmun hamda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam asosan badallarini yug'an vaqtida 3 jangal suv o'ylab orqa-marqa takrar holatda badallarini yuvatdi degan maqsad qilingan. Va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.